Men jamoam bilan minglab imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiy hayotga qo'shishga o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan imkoniyati cheklangan bolalarga juda ham imkoniyatlar katta yaratildi. Har bitta bola ota-onani bag'rida, o'zlarining hududida, tumanlarida bepul ko'rik, bepul konsultatsiya va korreksion ta'limlar olish imkoniyatlari yaratildi. Bizning arzimas mehnatimizni inobatga olib, sog'lom turmush medali bilan yurtboshim tomonidan taqdirlandim. Taqdirlanganimdan juda ham xursandman va hayajondaman. Bu yutuq men uchun ham mas'uliyat, ham sharaf hisoblanadi. Sizlar bilan erishgan eng katta maqsad muddaomiz mana shu. Albatta, mashaqqatli mehnat mahsuli bo'lgan bunday ezgu ishlarda 600 mingdan ziyod jonkuyar tibbiyot xodimlarining munosib hissasini e'tirof etib, har qancha rahmat aytsak arziydi. Aziz do'stlar, hozir davlatimizning yuksak unvon, orden va medallariga sazovor bo'lgan insonlarga shu mukofotlarni topshirib olsak, ularning orasida dunyoning nufuzli oliygohlarida ta'lim va tajriba olib, yurtimizga qaytib ishlayotgan yuqori texnologik muolajalarini amalga oshirayotgan yosh shifokorlar ham bor. Aholimiz salomatligini saqlashda bizga yaqindan ko'mak berayotgan xorijiy hamkorlarimizga ham alohida hurmat va ehtiromimizni izhor etamiz.